Inson qadrini ulug'lash ezgu amal. U yurtimizda mehr-oqibat muhitini kuchaytirib, xalqimiz birdamligini mustahkamlamoqda. Muborak Ramazon oyida xalqimizga xos bu ezgu fazilatlar yanada yorqin namoyon bo'lmoqda. Hozirgi lavhalarimizda viloyatimizda amalga oshirilgan ana shunday xayr-saxovat, mehr va muruvvat tadbirlari haqida so'z boradi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan yurtimizning barcha hududlarida xayr-u saxovat tadbirlari davom etmoqda. Shu munosabat bilan viloyatdagi 90 nafar ehtiyojmand fuqarolarga 18 xil turdagi yangi oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berildi. Shulardan 15 nafar ehtiyojmand oilalarda yashovchi xotin-qizlar chuqurlashtirilgan tibbiy ko'riklardan bepul o'tkazilib davolandilar. 15 nafar ehtiyojmand oila yashovchilarni kommunal to'lovlari to'lab berildi. Andijon viloyatiga Buxoro viloyatidan kelin bo'lganman. Xo'jayinim rahmatli 14 yil bo'ldi o'tib qolganiga, 2 farzandim bor. Hamma joyga oboristalik qilib ishladim. Prezidentimizning tashabbuslari orqali mana menga moddiy yordamlar berilyapti. Hammalariga rahmat. Muhtaram prezidentimizning tashabbuslariga ko'ra Navro'z mana bayrami oldidan, Hayit bayrami oldidan ehtiyojmand aholi o'rtasida ular bilan uchrashib, ularni bayram bilan tabriklab, mana shu moliyaviy ko'mak yordamida aynan mana shu muhtoj, ehtiyojmand, kam ta'minlangan oilalarda yashovchi fuqarolardan holidan xabar olyapmiz. Biz albatta bu ishlarni qilish bilan birgalikda bularni bayram bilan tabriklab, ular uchun yetarli mahsulotlarni olib kelishga harakat qildik. Albatta biz o'zbek xalqimiz juda ham insonparvar, mehr-muruvvatli xalq. Hamma joyga borganimizda iliq tabassum bilan kutib olishyapti. Ha, yurtimizda saxovat, mehr-muruvvat tuyg'ulari jo'sh urgan insonlar bor ekanki, nafaqat bugungiday ezgu bayramlarda, balki yil 12 oy hayotning sinovlarini yengib o'tayotgan, gohi ko'zlari yoshli insonlarning og'irlari yengil bo'lib, shukurlari ortib boraveradi.